10-chi savol ishlaymiz. SO3 e'tibor beringlar. Suvda eritilyapti. Eritilgandan keyin sulfat kislota hosil bo'ladi va SO3 ortib qoladi va bu yerda alyum hosil qiladi. Bizda mana bu 1 mol ekan, endi 80 gram bo'lgandan keyin va aytyapti alyum tarkibida SO3 ning kislorod atomlari soni sulfat kislotaning kislorod atomlari sonining nisbati shunga, ya'ni bizda nisbat berilyapti 1 ga 4, ya'ni SO3 tarkibidagi kislorod atomlari soni sulfat kislorod atomlari soni nisbati berilgan ikkalasida umumiy sulfat kislota birinchi SO3 bundagi ekan, bunda 3 ta, bunda esa 4 ta. Demak, mana bunga endi x deb, bunga y deb bo'lsak bo'ladi. Shuncha ham buni 3y bu esa 4x bo'ladi. Ko'paytirib yuborsak 12y barobar 4x bo'ladi. Men qisqartirib ko'raman. 12 ni 4 ga bo'lib yuborsak x barobar 3y bo'ladi. Va shunga qarab ishlaymiz. Bizda tenglama x plus y barobar 1 edi. x ni o'rniga 3y ni qo'yadigan bo'lsak 3y plus y barobar 1, 4y barobar 1, 1 bo'lingan 4 0,25. Y teng 0,25, x teng 0,75 bo'ladi. Demak 0,75 ga 0,25, bu yerda ham shu 0,75 ga 0,25. Savolda alyumdagi kislota massasini so'rayapti. 98 ko'paytirib olamiz. 0,75 ko'paytiramiz 98, 73,5. Javob C bo'ladi.